Ustalar ish tegasi ustingizda turganda yoqmaydi sizlarga. Mana shu ustimda turib olgan yomon ko'raman shu usta uy egasini deydi. Ha, unda ehson bilan ishlashga to'g'ri keladi-da. Agar siz ehson bilan ish qiladigan bo'lsangiz, sizga nima farqi bor? Yoningizda turdimi, ustingizda turdimi, yonboshingizda turdimi? Qilavering ishingizni. O'sha ishingizni ehson bilan qilsangiz baraka topasiz. Shuning uchun Alloh taoloni kuzatib turganligini his qilgan odam haqiqiy muhsin banda bo'ladi. Har bitta ishini ehson bilan, go'zallik bilan qiladi. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfi sudur.